Biz mana uzoq yildan buyon shu Экономикалык, саясий, технологиялык, социалдык жана маданий чөйрөлөрдөгү дүйнөлүк интеграциянын тарыхый биригүү процесси бул дүйнөлүк глобалдашуу. Дүйнөлүк глобалдашуунун негизинде чек ара, диний түшүнүктөр, улуттук баалуулуктар бара-бара бири-бирине карама-каршылыктарды жаратып, натыйжада дүйнөнүн булуң бурчунда өз ара улуттук араздашуулар пайда болуп, кан төгүлүүдө. Ошолордун бири болгон жакынкы эле айлардын биринде бир динди тутунган Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда чек аралык кагылышуу болуп, натыйжада эки тараптан тең аскер жана жергиликтүү карапайым тургундар жоготууга дуушар болду. Ошол себептен ааламдык ак бата күнүнө карата бүгүн Орто Азия жана Казакстан элдерин ынтымакка жана тынчтыкка чакыруу максатында Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан аалымдары ак батасын беришти. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytganki, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum. Xudo aytayapti, mu'minlar bir-biri bilan aka-uka. Shu bir-biringizni isloh qiling. O'sha demak Qirg'iz, O'zbek, boshqa hammamiz bir inson ekanmiz, biz aka-ukamiz. Alloh taolo yana shu Qur'oni Karimda aytganki, siz bandalarni men bir erkak, bir ayoldan yaratib tarqatdim yer yuziga. Tarqatdim, elat bo'lib yashang. Qabila bo'lib yashang. Bir-biringizga borligida qiling. Taqvoda bo'ling. Shu buyruq oyatlar bor. Bizni Alloh bir-birimizga munosabatda yaxshi bo'lmoqqa chaqiradi. Do'st bo'lmoqqa chaqiradi. Bir-birimizga yaxshilik qilib, hurmatlab, borligida qilib, yordam berib, mabodo bir muammo chiqsa, bir-birimizga islohga chaqiradi. Bir-birimizdan yomon narsaga qaytaradi. Birinchi tinchlik kerak. Tinchlik nima bilan bo'ladi? Tinchlik insonlarning birlashishligi bilan, hamjihatligi bilan bo'ladi. Shuning uchun avvalo inson o'zini nima uchun yaratilganligini bilish kerak-da. Mana Alloh taolo Qur'onda marhamat qilyapti. Auzubillahi minash shaytonir rojim. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Sadaqallohul azim. Buni zohiriy ma'no shunday bo'lar ekanki, Alloh taolo aytayaptiki, men jinlarni va insonlarni yaratmadim, magar yaratgan bo'lsam ham menga ibodat qilsinlar deb yaratdim, deyapti Alloh taolo. Endi bu yerda ibodatni nima ekanligini bilishimiz kerak. Ibodat faqat 5 vaqt namoz o'qish, Ramazon oyida roza tutish gina emas. Ibodat bu keng ma'noda tushunishimiz kerak. Ibodat degan so'zni. Ibodatning qisqacha ma'nosi Alloh taoloning buyruqlarini, aytgan narsani qil degan narsani qilishlik, qilma degan narsani qilmaslik. Mana shu ibodat. Auzubillahi minash shaytonir rojim. Atiulloha va atiur rasula va ulul amri minkum. Alloh taolo marhamat qilyaptiki, Allohga bo'ysuning, itoat qiling, payg'ambarga itoat qiling va o'zingizdan chiqqan amirlarga, ya'ni boshliqlarga itoat qiling, deyapti Alloh taolo. Demak, siz bilan biz o'zimizdan chiqqan amirlarga, boshliqlarga, rahbarlarga itoat qilib, ularni aytganini qilsak, inshaalloh maqsad bir bo'ladi, yer yuzi obod bo'ladi. Alloh taolo musulmon har bir insonni agar bir-birini kechirmasa, bu dunyoda ham jazosini oladi. Shuning uchun kechirimli bo'lish har bir inson uchun shart, asosiy narsa. Kechirishni qanday bo'lishi mumkin? Agar bir-birimizdan adovat bo'lib qolsa, hattoki o'rningizdan turmasdan turib kechiring degan. Shundagina dunyo tinch bo'ladi, yer yuzi tinch bo'ladi. Mana hozirgi paytda bo'layotgan har xil Suriyadagi, boshqa davlatdagi noxushliklar, janjallar va hammasi ham shu bir-birini kechirmasdan, bir-biriga bir adovatiy yuzasidan bo'lyapti. Shuning uchun men nima demoqchiman? Yer yuzida tinchlik bo'lsin. Har bir inson kim bo'lishidan qat'iy nazar bir-biri bilan kechirimli bo'laylik. Hamma xalq tinch yashasin. Olimlar shariatni aytaversa uqqan yaxshi. Uqqanni dal o'zida yesa bekam tutgan yaxshi. Olimlarni har vaqtda hurmatlab tursak yaxshi. Olimlardan aytganına ko'ngilni bursak yaxshi. Endi uchun olimlarning maqsadi
tinchlik bo'lsin, birtug'anlik bo'lsin, omonchilik bo'lsin, el yurtimizga doimo duolarda yaxshilik bo'lsin degan maqsadda duo qilishadi. O'shaning uchun olimlarni hurmat qilib yuraylik, muhtaram jamoat. Man padaram, modaram, katta boboam, hamma shuni avlo ajdodamon dar O'zbekiston, dar viloyati Andijon tavallud yoftagi. Niz man mana salkam 7 sola shida bosham hech qachon namedonamki yagon odam, yagon o'zbek yo diğer millat mana tu tojiki gufta yak tazyiq gizash nadodas. در مینای ازبکان یک خیل همون فقرای ازبکستان چی امتیاز باشه هممون دما زیادش خطی هست. من میدونید ازبکستان 30 ملت مملکت است. من یگان بار ما در کوچه یا در دیگه جا تو تاجیکی، تو ازبکی، تو قرغیزی، تو قزاقی گفته